Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz o'quvchilar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan Miftahul Arabiyya A1 gapirish va eshitish qismi birinchi bo'lim ikkinchi darsi, ya'ni buldanun va jinsiyatun, shaharlar va millatlar mavzusi haqida gaplashamiz. Birinchisi al-mufradat, birliklar. Demak, unzur ilal kalimatil atiya thumma istami' va karrir. Quyidagi kalimalarga qarang, so'ngra eshiting va takrorlang. Hop, biz buni eshitamiz. انظر إلى الكلمات الآتية ثم استمع وكرر. لغة، طالب، طالبة، جنسية، شارع، صديق، دولة، عاصمة. Biz eshitib bo'ldik. Ularni tarjimasiga keladigan bo'lsak, lug'a bu til, talib talaba, tolibatun bu talaba qiz, jinsiyatun bu millat, shari'un ko'cha, sodiqun do'st, davlatun davlat, asimatun bo'lsa poytaxt. Keyingisi shahidi suvarul atiya, quyidagi suratlarga qarang. Summa do' kalimatil sabiqa, so'ngra o'tgan kalimalarni qo'ying. Fi makani hal munasib tahta suvar, suratlarning tagiga, ya'ni munosib joyiga deyilyapti. Yuqoridagi kalimalarni ko'rdik. Lug'a, tolib, toliba. Shularni mana buni rasmlarni ostiga yozib chiqamiz. Oson. Keyingisi lahizil mufradatil atiyata va ma tadullu alayhi bayan. Quyidagi birliklarni mulohaza qiling. Deyilyapti ekan, davla Suriya, Turkiya, Misr, asima, ya'ni poytaxta bu asima, Dimashq, Anqara, Al-Qohira, Madina bo'lsa endi shahar bo'ladi, Istanbul, Halab, Hims. Shari' ko'cha, askunu fi shari'i Fawzi Basha, ya'ni Fawzi Basha ko'chasida yashayman. Endi ana amrikiyatun, men amerikalikman. Istami' vaqra, eshiting va o'qing. Hop, buni ham eshitamiz. استمع واقرأ. صباح الخير، كيف حالك؟ صباح النور، أنا بخير. هل أنت طالبة جديدة في الصف؟ نعم، اسمي كارمن، وأنت ما اسمك؟ اسمي بكر. أهلا وسهلا بك في صف اللغة العربية. أهلا بك، أنا أمريكية، وأنت ما جنسيتك؟ أنا أندونيسي. أين تسكنين يا آنسة كارمن؟ أسكن في العاصمة دمشق، في المدينة القديمة. حقا، أنا أيضا أسكن في دمشق القديمة، شارع مدحت باشا. فرصة سعيدة سيد بكر. وأنا أيضا آنسة كارمن. Demak, o'qib bo'ldik. Endi tarjima qilamiz. Karmin, sabahul xayr, kayfa haluk? Xayrli tong, ahvolingiz qanday? Bakr, sabahun nur. Nurli tong, ana bi xayr, yaxshiman. Hal anti talibatun jadidatun fi saf? Siz sinfdagi yangi talabamisiz? Ya'ni talaba qizmisiz? Karmin, na'am, ismi Karmin. Ha, mening ismim Karmin va anta masmuka. Va sizning ismingiz nima? Bakr, ismi Bakr. Mening ismim Bakr. Ahlan va sahlan biki fi saffi lug'atil arabiyya. Arab tili sinfiga xush kelibsiz. Karmin, ahlan bik. Xush ko'rdim deganda ma'no bo'ladi bu. Ana amrikiyatun, men amerikalikman va anta ma jinsiyatuk, va sizni millatingiz nima? Bakr, ana indoneziyun, men indoneziyalikman. Ayna taskunina ya anisa Karmin? Ey Karmin, qayerda yashaysiz? Karmin, askunu fil asimati Dimashq. Damashq poytaxtida yashayman. Askunu fil asimati Dimashq. Ha, poytaxt Damashqda yashayman. Fil madinatil qadima, eski shahardagi. Bakr, haqqon, to'g'ri, ana aydon askunu fi Dimashqal qadima. Men ham qadimgi Damashqda yashayman. Shari'a Midhat Basha, ya'ni qaysi ko'cha? Midhat Basha ko'chasida. Karmin, fursatun sa'idatun Sayyid Bakr. Tanishganimdan xursandman Said Bakr va ana aydon Anisa Karman va men ham.
Demak, buni eshitdik, tarjima qildik. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Ma jinsiyatu Carmen, ma jinsiyatu Bakr, ayna taskunu Carmen, ayna yaskunu Bakr. Ya'ni Carmenning millati nima, Bakrning millati nima, Carmen qayerda yashaydi va Bakr qayerda yashaydi? Bu savollarga o'zimiz javob berib qo'yamiz. Lahizi tarokibil atiya. Quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling. Min ayna anta yoki anti. Bu savol bo'ladi. Tepadagi ko'kdagilar savol. Ma jinsiyatuka jinsiyatuki, ma madinatuka madinatuki. Min ayna anta deyilganda qayerdansan? Ma jinsiyatuka millating nima? Ma madinatuka shahring nima? Endi bularga javob ana min Turkiya. Men Turkiyadanman. Ma jinsiyatuka ana turkiyun. Men turkiyman degani. Ya'ni bu turkiyundagi y nisbat yosi deyiladi. O'sha Turkiyaga nisbat berilgan. Men O'zbekistonda yashayman va men o'zbekman deganday gap. Madinati Anqara, Anqara shahrida. Ana min Lubnan, men Lubnandanman. Ana Lubnaniyun va men Lubnanlikman. Madinati Bayrut, Bayrut shahri. Ana min Saudi, men Arabistondanman, Saudiyadanman. Ana min Saudiyun. Madinati Makkatul Mukarrama. Endi tabadali tarakiba sabiqati ma'a zamili kama fil amsila. Aytilyaptiki, sherigingiz bilan birga, do'stingiz bilan birga o'tgan misaldagidek tarkiblarni almashtiring, ya'ni o'zaro dialog qiling. Mathilil hiwar as-sabiqa ma'a zamilik. Do'stingiz bilan birga o'tgan misolga, o'tgan hivarga misol keltiring, yana boshqa. Keyingisi unzur ila suvaril atiya. Quyidagi suratlarga qarang. Vaktub asmal ashxos va shaxslarning ismini yozing. Va jinsiyatuhum kama tushahidu fi sura. Va millatlarini ham yozing. Kama tushahidu fi sura. Suratda ko'rganingiz kabi deyilyapti. Mana bu birinchisini bir qiz va bir bolani ko'ryapmiz. Demak, bu Britaniya. Va mana bu ikki kishi turkiyalik va undan keyingisi fransiyalik. Shu kabi suratga qaraymiz va mana bu yerga yozamiz. Karin va Makis. Ikki kishi. Ismuhu Makis, jinsiyatuhu Britaniya, ismuha Karin, jinsiyatuha Britaniya bu ham. Shu kabi mana bu joylarni to'ldirib qo'yamiz. Demak, mana bu harflarga e'tibor beramiz. Alifda ikki kishi, B'da ham ikki kishi, J'da bo'lsa bir kishi. Shularni e'tibor beringlar. Ad-duval val awasim, davlatlar va poytaxtlar. Istami' ila asma'id duval. Davlatlarning ismini eshiting va awasimuha thumma karrir. Poytaxtlarni va keyin takrorlang deyilyapti. Buni eshitib chiqamiz. استمع إلى أسماء الدول وعواصمها ثم كرر. الدولة سوريا. العاصمة دمشق. اللغة العربية. الدولة فلسطين. العاصمة القدس. اللغة العربية. الدولة لبنان. العاصمة بيروت. اللغة العربية. الدولة الأردن. العاصمة عمان. اللغة العربية. الدولة مصر. العاصمة القاهرة. اللغة العربية. الدولة تركيا. العاصمة أنقرة. اللغة التركية. الدولة فرنسا. العاصمة باريس. اللغة الفرنسية. الدولة روسيا. العاصمة موسكو. اللغة الروسية. الدولة السعودية. العاصمة
Demak, biz eshitib bo'ldik. Keyingisi unzur ilal xaritatil atiya. Quyidagi xaritaga qarang. Summa istami' va da' ishrata sahih amama ismi ad-dawlati allati tasma'uha. Ya'ni so'ngra eshiting va to'g'ri belgisini eshitgan davlatlaringizni ustiga qo'ying deyilyapti. Demak, hozir biz davlatlar ismini eshitamiz va aynan eshitganlarimiznigina belgilaymiz deyilgan ekan xaritadan. Bu xarita biroz xiraroq bo'lganligi uchun eshitamiz hozir. انظر إلى الخريطة الآتية ثم استمع وضع إشارة صح أمام اسم الدولة التي تسمعها. احتفل المسلمون في العديد من الدول العربية والإسلامية صباح اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أخرى غدا أول أيام العيد. وكانت السعودية قد أعلنت أمس أن اليوم هو أول أيام العيد، واحتفلت الكويت وقطر وفلسطين ومصر والسودان والأردن بأول أيام عيد الفطر. Demak, keyingisi tabadal suvala val javaba ma'a zamilak. Sherigingiz bilan savollar va javoblarni almashtiring. Kama fil misalil mustafidan misoldagidek minal jadvali sabiq lid-duvalil asim. Ya'ni poytaxtlar va davlatlar o'tgan jadvaldan foydalangan holda do'stingiz bilan savollar va javoblarni almashtiring. Dialog qiling. Misal ma asimatu Suriya? Asimatuha Dimashq. Ya'ni savol javob qilinasizlar bunda. Bir kishi savol beradi, keyingi odam javob beradi. Poytaxt va shahar. Tabadala suvala val javoba ma'a zamila kama fil misali mustafidan min al jadval tali. Quyidagi jadvaldan foydalangan holda sherigingiz bilan savol javoblarni takror qiling, ya'ni almashtiring deyilyapti. Bu ham yangisi Bikkin, Al-Qohira, Dimashq, Rum shu kabi. Al-amsila ayna madinatu Bikkin? Bikkin shahri qayerda? Bikkin fi Sin. Bikkin bu Xitoyda. Pekin shahri. Hal Bikkin asimatun? Pekin bu poytaxtmi? Naam, Bikkin asimatu Sin. Ha. Bikkin Xitoyning poytaxti. La Bikkin madinatun fi Sin. Yo'q. Bikkin Xitoydagi shahar. Keyingisi istami' thumma da' ishrata sahih awal xata janibal ma'lumatil atiya. Quyidagi ma'lumotlar oldiga xato yoki to'g'ri ishorasini qo'ying. Demak, buni eshitamiz. استمع ثم ضع إشارة صح أو خطأ جانب المعلومات الآتية. صباح الخير. صباح النور. اسمي سعاد. وأنت ما اسمك؟ اسمي زيد. ما جنسيتك؟ أنا سوري، وأنت؟ أنا مصرية. ما مدينتك؟ أنا من مدينة الإسكندرية وأسكن في مدينة القاهرة شارع الهرم. وأنت يا زيد ما مدينتك؟ أنا من مدينة حمص وأسكن في مدينة دمشق شارع صلاح الدين. فرصة سعيدة. وأنا أيضا. Demak, keyingisi istami' va imla al-farag'ati bil kalimatil munasiba. Eshiting va munosib kalimalar bilan bo'sh joylarni to'ldiring. استمع واملأ الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة. صباح الخير. صباح النور. اسمي سعاد. وأنت ما اسمك؟ اسمي زيد. ما جنسيتك؟ أنا سوري، وأنت؟ أنا مصرية. ما مدينتك؟ أنا من مدينة الإسكندرية وأسكن في مدينة القاهرة شارع الهرم. وأنت يا زيد ما مدينتك؟ أنا من مدينة حمص وأسكن في مدينة دمشق شارع صلاح الدين. فرصة سعيدة. وأنا أيضا.
استمع. demak buni ham eshitdik. Ma jinsiyatu hazihi shirka. Bu shirkatlarning millati nima? McDonald's demak Amerikiya, Ulker, Samsung, Ford shularni demak millatini yozib chiqamiz. اللغة لاحظ الأمثلة الآتية انظر إلى الصورة الآتية ثم تبادل الأمثلة الآتية مع زميلك. ما لغتك؟ لغتي العربية. هل تتكلم الفرنسية؟ نعم أتكلم الفرنسية. buni ham deyroq shaklda o'tkazasizlar. Ya'ni tiling nima? Qaysi tilda gaplashasan? Lug'atil arabiyya tilim arab tili. Hal tatakalamul fransiyya? Fransiyada fransuzcha gaplashasanmi? Na'am atakalamul fransiyya. Ha, fransuzcha gaplashaman yoki la atakalamul fransiyya. Fransuzcha gaplashmayman yoki qalilan ozroq gaplashaman. Ma lug'atuka? Tiling nima? Lug'atil arabiyyata va atakalamul fransiyata va qalilan min al-italiyata. Tilim arab, fransuzcha va ozroq italiyacha gaplashaman, italyancha. Taqdim sotiq لاحظ الأمثلة الآتية. quyidagi misollarni mulohaza qiling. هذه محمد، هذه للمذكر، هذه بشرى، هذه للمؤنث. من هذا؟ هذا محمد. من للعاقل. ya'ni bu jins kategoriyasi, buni bilamiz. Haza muzakkar uchun deyilyapti, hazihi muannas uchun. Man bo'ladigan bo'lsa, bu faqatgina oqillar uchun. استمع على الحوار الآتية ثم املأ الجدول الآتي بالمعلومات الصحيحة. demak quyidagi hivorni eshiting, so'ngra to'g'ri ma'lumotlar bilan quyidagi jadvalni to'ldiring. استمع ثم املأ الجدول الآتي بالمعلومات الصحيحة. من هذه يا سعيد؟ هذه نور، تعال أعرفك إليها. مرحبا نور. أهلا وسهلا سعيد. هذا صديقي عبد الله، وهذه نور يا عبد الله. أهلا وسهلا سيد عبد الله. أهلا وسهلا آنسة نور. أهلا بك. هل أنت تركي؟ لا، أنا فلسطيني. وأنت ما جنسيتك؟ أنا تركية. هل أنت تركية؟ نعم. ما مدينتك؟ أنا من مدينة إسطنبول. وأنت يا عبد الله ما مدينتك؟ أنا من مدينة يافا. ما لغتك؟ لغتي العربية، وأتكلم الإنجليزية أيضا. وأنت؟ لغتي التركية، وأتكلم قليلا من اللغة العربية. فرصة سعيدة. وأنا أيضا. demak mana bu bo'sh joylarga munosiblarni qo'yib chiqamiz. Keyingi istami' ala al-hiwar va rattibil jumalal kama istama'ta ilayh. Ya'ni hivarni eshiting va eshitganingizdek jumlani tartiblang. Ya'ni eng avval eshitganingizdan boshlab oxirgi eshitguningizga qadar raqamlab to'g'rilab chiqamiz. استمع إلى الحوار ورتب الجمل كما استمعت إليها. من هذا؟ هذا صديقي اسمه محمود. ماذا يعمل؟ هو مدير شركة. هل هو مصري؟ لا، هو سوداني. أين يسكن؟ هو يسكن في الخرطوم. Keyingisi istami' va imla al-farog'ati bi kalimatil munasiba. Eshiting va munosib kalimalar bilan bo'sh joylarni to'ldiring. Eshitamiz. استمع إلى الحوار الآتي واملأ الفراغات بالكلمات المناسبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مريم. وأنت ما اسمك؟ اسمي عز الدين. أهلا وسهلا بك يا عز الدين. ما جنسيتك؟ أهلا بك. أنا سوري. وأنت؟ أنا مصرية. من أي مدينة أنت؟ أنا من مدينة الإسكندرية، وأسكن في مدينة القاهرة
شارع الملك فيصل. وأنت يا عز الدين، من أي مدينة أنت؟ أنا من مدينة حمص، وأسكن في مدينة حلب. فرصة سعيدة. وأنا أيضا. Demak, keyingisi tabaddal ma'a zamilaka tarakkibalatiya quyidagi tarkiblarni do'stingiz bilan birga dialog qiling. Mulohaza: man haza haza Muhammad. Bu kim? Bu Muhammad. Man hazihi? Bu kim? Hazihi Bushra. Bu Bushra. Hal huwa misri? U misrlikmi? Na'am, huwa misriyun. Yoki la, huwa sudaniyun. Keyingisi at-tarakkib. Lahiz tarakkibalatiya quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling. Ma jinsiyatuka? Anta. Ana jazairiyun. Ma jinsiyatuki? Anti. Ana tunusiyatun. Bunda nimaga e'tibor berilyapti? Bunda ham xuddi jins kategoriyasi. Anta bo'lganda, muzakkar bo'lganda javobi ham jazairiyun va anti bo'lganda pastida tunusiyatun bo'lyapti. Shu. Qolganlari ham shu bilan bir xil. لاحظ الفعل أتكلم أسكن مع الضمائر. أنا يعني men, أنت sen, أنتي sen ayol, huwa u erkak, hiya u ayol. Bu fe'llarda tuslanishi. Atakallamu, tatakallamu, tatakallamina, yatakallamu, tatakallamu. Askunu, taskunu, taskunina, yaskunu, taskunu. Sarf ilmini bilganlar inshaalloh bu borada qiynalishmaydi. Endi buni ko'rib oldik. Pastini o'zimiz to'ldirib chiqamiz. Imlal farog'ati fil jadvalil bi shaklil munasib lil ism kama fil misal. Bo'sh joylarni to'ldiring jadvaldagi munosib shakl bilan. Misoldagi ism uchun ana ismi, endi bu fe'l emas, ism ekan. Anta ismuka, anti ismuki, huwa ismuhu, hiya ismuha. Antaga baladaka bor ekan. Ana bo'lsa nima bo'ladi? Mening shahrim. Baladi. Anti baladuki, huwa baladuhu, hiya baladuha. Shu kabi to'ldirib chiqamiz. Imla al-faraghat al-atiya bil ism ma'a ad-damir al-munasib lahu kama fil misal. Misoldagidek munosib zamir bilan birga ismni quyidagi bo'sh joylarda to'ldiring deyilyapti. Marhaban ism, ismi Kawsar. Bu misol bo'ldi. Salom, marhaban. Ism Kawsar ekan. Nima qo'yish mumkin? Ismi bo'ladi, ye qo'yish mumkin. Ahlan va sahlan, ana ism, mana men ism. Nima qo'yamiz bunga ham? Albatta ismi. Umar, ma Madina, Madina shahar. Ya Kawsar, ma madinatuki ya Kawsar. Shu kabi qolganlarni ham to'ldirib chiqamiz. كرر تراكيب الآتية مع زميلك باستخدام الضمير الآتية أنت أنت هو هي. do'stingiz bilan takror qiling quyidagi tarkiblarni, quyidagi zamirlarni ishlatgan holda. Anta anti huwa hiya. Keyingisi اقرأ المعلومات الآتية عن المنشد ماهر زين ثم تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك عنه. Demak, Mahir Zin qo'shiqchi haqida quyidagi ma'lumotlarni o'qing. So'ngra u haqida do'stingiz bilan birga savol-javob qiling deyilyapti. Istahdim hazihil as'ila. Bu savollarni ishlating. Ma, min, ayna, hal. Al-ism Mahir Zin, al-jinsiyatu Lubnani, المدينة طرابلس, السكن نيويورك, اللغة العربية والإنجليزية. Demak, do'stimiz bilan buni nima qilar ekanmiz? Dialog holatida savol-javob qilamiz. Bu muhim emas. Istami' va lahiz t va to. Oddiy t bilan toni farqini ajrating. Eshitar ekanmiz buni. استمع ولاحظ تاء طاء طالب، طائرة، توت، طيار، طوابع، تمر، توأم. Keyingisi istami' va imla al-farag'ati bi ahad al-harfayni t to. Eshiting, so'ngra
Quyidagi ikki harfdan biri bilan bo'sh joylarni to'ldiring. استمع واملأ الفراغات بأحد الحرفين تاء طاء. تين، تراب، بنت، طبيب، طابع، بيت، بطة، طيار، أستاذ. Shu nuqtalar o'rniga ikki harfdan birini qo'yamiz. Ash-shadda tashdid. Istami' ala hizi shaddata fi kalimatil atiya. Eshiting va quyidagi kalimadagi tashdidni mulohaza qiling. استمع ولاحظ الشدة في الكلمات الآتية: بقال، حداد، بطة، طيار، سوري، جنسيتي. Yaxshi. استمع على كلمات الآتية ثم اكتب الشدة في مكانها المناسب. Quyidagi kalimalarni eshiting, so'ngra munosib makonga tashdidni qo'ying deyilyapti. استمع إلى الكلمات الآتية ثم اكتب الشدة في مكانها المناسب: جزار، مصرية، السعودية، عمار، طباخ، معلم، الشمس. Demak, munosib harf ustiga tashdidni qo'yamiz. Keyingi istami' ala al-jumal al-atiya thumma imla al-faraghat bil huruf aw al-harakat allati tastami'u ilayha. Quyidagi jumlani eshiting, so'ngra harakat yoki harflar bilan bo'sh joylarni to'ldiring. Shundayki, uni eshitganingizni. Demak, eshitib chiqamiz. استمع إلى الجمل الآتية ثم املأ الفراغات بالحروف أو الحركات التي تستمع إليها. هبة طالبة في الجامعة. أنا وهبة ونورة طالبات. هذا صديقي. صديقتي تتكلم اللغة التركية. أنا سورية. فرصة سعيدة. Demak, darsimiz o'z nihoyasiga yetibdi. Vazifalarni bajarib qo'yasizlar o'quvchilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'assalama.